ketyapman. Voy. Ha. Hozir Ha, bugun chiqib ketaman. voy aynali. Bitta duo qilib bering yana. Savoda ya. Musofir yurtga ketyapman. Bitta duo qilib bering yana. Allah amin. Endi duo qilib hamma bolalarimni tanjanini sog' qilgin deb ana qilib turdim. Amin. Endi molar yig'ishtirib. Ilohim. Tanjaning sog' bo'lsin, umring uzoq bo'lsin, rizqing ulug' bo'lsin. Amin. Allah Xudoyo Parvardigorim yigit pirim, Davud pirim, Janob G'afslasin pirim qo'llab. Amin. Og'in oldirmag'in. Allah Xudoyo Xudovonda madalxonakani pillari madadkor olsin. Amin. Otlari sho deb tursin. Amin. Otaxonlari ish yo'llarini ochiq qilib, ben Xudoyo Xudovonda karim yaxshi yetib olib, mehnatlarni qilib, kuchli quvvatli bo'lib, o'ynab kulib, ota-onasini oldiga yana qaytlab, Xudo Parvardigor, Xudo o'zing yaratgansan, o'zing saqlaysan. Amin. Parvardigoriga Alloh Xudo, Alloh Xudo, Xudoyo Xudovonda karim. Amin. Bolalarimni hammasini shafarda bolalarim bexatar beshikkas o'ynab kulib yuringlar. Amin. Parvardigor, Alloh Xudo, Alloh Xudo, Alloh Xudo. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allah o'zing yaratgansan. Parvardigor o'zing saqlag'in panohingda. Amin. Yommeşi Xudoya tanjani sog', umri uzoq. Alloh akbar. Yo'llarda chiroyli yurdim. Bo'pti jonim. Ha, bo'pti. Bismillah. Yaxshi ko'raman sizni endi. Bo'pti, so'rabman. O'zingiz ehtiyot qiling, bo'ptimi? Ha, endi Kasal bo'lmang. Alloh Xudo o'zi saqlaydan Yoshingizga yetib yurishni bizga nasib qilsin. Ozonda turganman. Endi hozir shunman qachon kelasan. Boshing toshdan bo'lsin, umring uzoq bo'lsin, rizqing ulug' bo'lsin. Hamisha ham ro'za ish yo'llari ochiq qilsin. Aytganingiz. Yoshingizga yetib yuray men ham. Alloh akbar. Amin. Amin.